pensiya olayotgan har bir inson bugun juda muhim masalaga e'tibor berishi kerak. Agar avgust oyida kerakli hujjatni vaqtida topshirmasangiz, pensiyangiz bo'yicha indeksatsiya yoki qayta hisob-kitob kechikishi. Ayrim holatlarda esa umuman amalga oshmay qolishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytayotganim yo'q. Amaliyotda ko'p uchraydigan holatni tushuntiryapman. Odam pensiyasiga qo'shimcha pul tushishini kutadi. Lekin bitta ma'lumotnoma, bitta ariza yoki bitta tasdiqlovchi hujjat vaqtida berilmagani sababli to'lov o'zgarmay qoladi. Shuning uchun bu video pensionerlar, pensiyaga chiqish arafasida turgan fuqarolar, ishlayotgan pensionerlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar va nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Qanday hujjat haqida gap ketyapti. Kimlar avgustda albatta harakat qilishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi va eng muhimi, pulingizni yo'qotmaslik uchun qadam-ba-qadam nima qilish kerak? Avval qanday edi? Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Davlat pensiyani o'zi hisoblaydi. Indeksatsiya bo'lsa o'zi qo'shib beradi. Men hech qayerga bormasam ham bo'ladi. Haqiqatan ham ayrim umumiy oshirishlar avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Masalan, pensiyalar umumiy tartibda oshirilsa, aksariyat pensionerlarning to'lovi tizim orqali qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu faqat davlatda mavjud ma'lumotlar to'liq va to'g'ri bo'lsa ishlaydi. Amaliyot esa eng katta muammo shundaki, pensionerning ayrim ma'lumotlari tizimda yo'q bo'lishi mumkin. Masalan, ish staji to'liq ko'rinmaydi. Eski korxonadan olingan ish haqi ma'lumotnomasi kiritilmagan bo'ladi. Ishlayotgan pensioner ishni tugatganini tasdiqlamagan bo'ladi. Nogironlik guruhi bo'yicha yangilangan xulosa vaqtida yetib bormagan bo'ladi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjatni topshirmagan bo'ladi. Shunday vaziyatda tizim odamning haqiqiy holatini emas, unda bor eski ma'lumotni ko'radi. Natijada pensiya qayta hisoblanmaydi yoki kamroq hisoblanadi. Hozir nima o'zgardi? Bugungi tartibda ko'plab ma'lumotlar elektron almashinuv orqali olinadi. Lekin bu hamma narsani avtomatik hal qiladi degani emas. Ayniqsa avgust oyi muhim bo'lishi mumkin. Chunki ko'p qayta hisob-kitoblar, yangi o'quv yiliga bog'liq tasdiqlar, ishlagan davrlar bo'yicha ma'lumotlarni yangilash, staj va ish haqi bo'yicha hujjatlarni tekshirish aynan shu davrda dolzarb bo'ladi. Men ko'p hollarda shuni ko'raman. Odam sentyabr yoki oktyabrda keladi. Nega menga qo'shimcha tushmadi deb so'raydi. Tekshirilganda ma'lum bo'ladi. Avgustda topshirilishi kerak bo'lgan hujjat topshirilmagan, ariza yozilmagan yoki ma'lumot bazada aks etmagan. Bu yerda bitta muhim narsani tushunib oling. Pensiya masalasida men haqliman degan gapning o'zi yetarli emas. Sizning haqingiz hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Agar hujjat bo'lmasa, tizim yoki mas'ul xodim qo'shimcha summani hisoblashga asos topa olmaydi. Shuning uchun har doim pensionerlarga aytaman, pensiya pulingizni himoya qilishning eng oddiy yo'li. Bu o'z hujjatlaringizni vaqtida tekshirtirish va yangilashdir. Birinchi navbatda ishlayotgan pensionerlar ehtiyot bo'lish kerak. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, bu ish davringiz ayrim hollarda pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil rasmiy ishladingiz. Ish haqingizdan tegishli ajratmalar ketdi. Siz demak, pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin agar ish faoliyatingiz tugaganini tasdiqlovchi ma'lumot tizimda to'g'ri aks etmagan bo'lsa yoki qayta hisoblash uchun ariza talab qilinsa, pulingiz o'sha holcha qolishi mumkin. Misol keltiraman. Akmal aka 2022 yilda pensiyaga chiqqan, keyin maktabda qorovul bo'lib yana 3 yil ishlagan. 2024 yil yozda ishdan bo'shagan. U avgust oyida pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mehnat faoliyati tugaganini, ish staji va daromadlari qayta ko'rib chiqilishini so'rab ariza bermagan. Natijada u sentyabrda ham eski miqdordagi pensiyani olgan. Keyin noyabrda murojaat qilganida qayta hisob-kitob masalasi kechikib ketgan. Ayrim to'lovlar esa murojaat qilingan sanadan boshlab ko'rib chiqilgan. Bu vaziyatda Akmal aka asosan vaqt yo'qotgan. Lekin ba'zida vaqt pul degani ham bo'ladi. Ikkinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Ayniqsa farzand umrindagi yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma juda muhim. Ko'p oilalarda shunday bo'ladi. Bola kollej, texnikum yoki universitetga kiradi, lekin onasi yoki buvisi pensiya bo'limiga o'qish ma'lumotnomasini vaqtida olib bormaydi.
tizim esa 18 yoshdan keyin bola o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjatni ko'rmasa, to'lovni to'xtatishi yoki qayta hisoblamasligi mumkin. Masalan, Dilnoza opa turmush o'rtog'idan ayrilgan va 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta o'g'li 15 yoshga to'ldi va universitetga kunduzgi bo'limga kirdi. Agar avgust oyida yoki o'qishga qabul qilinganidan keyin darhol talabalik haqida ma'lumotnoma topshirilmasa, sentyabrdan boshlab pensiya miqdori kamayishi yoki o'g'ilga tegishli ulush to'xtashi mumkin. Keyin u axir o'qiyapti-ku deyish yetarli bo'lmaydi. O'qiyotganini hujjat isbotlaydi. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi muddati tugayotgan bo'lsa, yangi xulosa vaqtida rasmiylashtirilishi kerak. Ba'zi odamlar meni hamma taniydi, guruhim bor, o'zim kasalman, hech narsa o'zgarmaydi deb yuradi. Lekin hujjat muddati tugasa to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa avgustda muddati tugaydigan xulosalarga tegishli. Sizning sog'lig'ingizdagi holat boshqa masala, to'lov uchun esa amaldagi xulosa va uning tizimga kiritilishi muhim. 4-guruh eski ish staji to'liq hisobga olinmagan pensionerlar. Men bunday holatlarni juda ko'p ko'rganman. Odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 20 yil staj hisoblangan. Sababi nima? Eski korxona tugatilgan. Arxivdan ma'lumot olinmagan, mehnat daftarchasidagi yozuv noaniq, muhr ko'rinmaydi yoki ish haqi ma'lumotnomasi yetishmaydi. Odam esa baribir foydasi yo'q deb yuraveradi. Aslida esa bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiya miqdorini sezilarli o'zgartirishi mumkin. Misol uchun Saodat opa Sovet davrida tikuv fabrikasida 12 yil ishlagan, keyin boshqa tashkilotlarda ishlagan. Pensiya tayinlanganda fabrikadagi 5 yil bo'yicha hujjat topilmagani uchun to'liq hisobga olinmagan. Agar u arxivdan ma'lumotnoma olib kelib, avgust oyida qayta hisoblash uchun topshirsa, pensiyasiga qo'shimcha chiqishi mumkin. Agar topshirmasa, tizim u ishlaganini taxmin qilib pul qo'shib bermaydi. Pensiyada har oy 1 ming yoki 2 ming so'm farq chiqsa ham, 1 yilga hisoblasangiz bu 1 million 800 mingdan 3 million so'mgacha pul degani. Bu oddiy pensioner uchun kichik summa emas. 5-guruh ish haqi bo'yicha yuqoriroq davrni tasdiqlay oladiganlar. Pensiya hisobida nafaqat staj, balki ish haqi ham muhim. Ayrim fuqarolar pensiyaga chiqayotganda qulay bo'lmagan davr bo'yicha ma'lumot bergan bo'ladi. Keyin ma'lum bo'ladiki, boshqa yillarda ish haqi yuqoriroq bo'lgan, lekin ma'lumotnoma olinmagan. Masalan, Rustam aka 1990 yillarda oddiy ishchi bo'lib kam maosh olgan davr bo'yicha hujjat topshirgan, lekin 2000 yillarda bosh usta bo'lib yuqoriroq maosh olgan davrini tasdiqlamagan. Agar u ish haqi ma'lumotnomasini topib, qayta hisoblashni so'rasa, natija yaxshiroq bo'lishi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkinligini ham aniq aytaman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, barcha ish stajingiz oldindan to'liq tasdiqlangan bo'lsa, ishlamayotgan bo'lsangiz, hech qanday qo'shimcha imtiyoz yoki qayta hisoblashga sabab bo'ladigan o'zgarish bo'lmasa, odatda umumiy indeksatsiya avtomatik tarzda qo'llanadi. Ya'ni siz har safar davlat pensiyalarini oshirganda alohida yugurishingiz shart bo'lmasligi mumkin, lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men tavsiya qilaman. Har yili kamida bir marta pensiya bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshirib qo'ying. Chunki xatolar aynan oddiy ko'rgan joydan chiqadi. Masalan, familiya o'zgargan bo'ladi, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'ladi, bank kartasi muddati tugagan bo'ladi, yashash manzili o'zgargan bo'ladi. Bularning hammasi bevosita indeksatsiyani to'xtatmasa ham to'lovda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa va barcha hujjatlar elektron tizim orqali to'g'ri kiritilgan bo'lsa, xavf kamroq. Lekin men baribir bir narsani aytaman. Pensiya tayinlangan varaq hisob-kitob ma'lumotlari. Staj qaysi yillar bo'yicha olingani, ish haqi qaysi davr bo'yicha hisoblangani bilan tanishib chiqing. Ko'p odamlar pensiya miqdorini biladi, lekin u qanday hisoblanganini bilmaydi. Asal muammo shundan boshlanadi. Eng katta tuzoq menga aytishmadi degan fikr. Afsuski, ko'p pensionerlar mas'ul idora albatta qo'ng'iroq qiladi, xat yuboradi yoki uyiga kelib aytadi deb kutadi. Amalda esa fuqaroning o'zi manfaatdor bo'lgan, masalada murojaat qilishi kerak bo'lgan holatlar bor. Agar sizda yangi hujjat paydo bo'lgan bo'lsa, masalan, arxiv ma'lumotnomasi, yangi ish haqi ma'lumotnomasi, o'qish joyidan tasdiq, nogironlik xulosasi yoki ish tugagani tasdiqlovchi ma'lumot bo'lsa,
uni tegishli joyga topshirish sizning foydangizga. Ikkinchi, tuzoq, hujjat bor, lekin noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Masalan, ish haqi ma'lumotnomasida tashkilot nomi to'liq yozilmagan, rahbar imzosi yo'q, muhr tushirilmagan, davrlar aniq ko'rsatilmagan, oyma-oy ma'lumot berilmagan yoki arxiv raqami yo'q. Bunday hujjatni olib borganingizda xodim uni qabul qilmasligi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. Natijada vaqt ketadi. Shuning uchun men doim aytaman, hujjatni olishning o'zi yetarli emas. Uning sifatini ham tekshirish kerak. Uchinchi nozik jihat muddat. Pensiya masalasida murojaat qilingan sana juda muhim bo'lishi mumkin. Ayrim qayta hisoblashlar hujjat topshirilgan yoki ariza berilgan oydan boshlab qo'llanadi. Ayrimlarda esa huquq paydo bo'lgan sana hisobga olinadi. Lekin buning uchun hujjat vaqtida topshirilishi kerak. Agar siz avgustda topshirishingiz kerak bo'lgan hujjatni dekabrda topshirsangiz, 4 oy davomida kamroq pul olgan bo'lishingiz mumkin. Keyin bu pulni qaytarib olish masalasi alohida ko'riladi va har doim ham fuqaro kutgandek bo'lavermaydi. 4-jihat elektron bazaga ishonib qolish. Elektron tizimlar bor, lekin eski davr ish staji, tugatilgan korxonalar, arxiv hujjatlari, boshqa hududda ishlagan davrlar nomi, o'zgargan tashkilotlar bo'yicha ma'lumotlar har doim ham mukammal chiqmaydi. Men ko'p holatda shuni ko'raman. Fuqaro hammasi kompyuterda bor deb keladi. Lekin tekshirilganda bir necha yil ko'rinmaydi. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshidagi korxonalar, kolxoz, sovxoz, kichik tashkilotlar, xususiy firmalar bo'yicha muammolar ko'p. 5-nozik jihat ish atlayotgan pensionerning maqomi. Ba'zi to'lovlar, qo'shimchalar yoki qayta hisoblashlar odam ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi, shunga qarab farq qilishi mumkin. Agar siz ishlashni to'xtatgan bo'lsangiz, lekin bu ma'lumot tegishli tartibda aks etmagan bo'lsa, siz hali ham ishlayotgan sifatida ko'rinishingiz mumkin. Yoki aksincha ish boshlangan, lekin ma'lumot kiritilmagan bo'lishi mumkin. Har ikki holatdan keyin ortiqcha to'lov yoki kam to'lov masalasi chiqadi. Ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi ham mumkin. Shuning uchun holatingizni yashirmang va yangilanishlarni vaqtida bildiring. 6-jihat ishonchnoma orqali ish yuritish. Ko'p pensionerlar yoshi katta. Sog'lig'i joyida emas, idoraga borishi qiyin. Farzandi yoki qarindoshi borib topshiraman deydi. Bu mumkin bo'lish uchun ishonchnoma yoki vakillik hujjatlari talab qilinishi mumkin. Oddiygina men uning o'g'liman degan gap hamma joyda yetarli bo'lavermaydi. Agar hujjatni vaqtida topshirish muhim bo'lsa, avvaldan kim borishini, qanday hujjat bilan borishini aniqlab oling. 7-jihat bank kartasi va to'lov usuli. Ba'zi pensionerlar pensiya miqdori oshmadi deb o'ylaydi. Lekin aslida to'lov kartaga tushgan, karta muddati tugagan yoki bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Bu indeksatsiya hujjatidan boshqa masala, lekin odam natijada pulni vaqtida ola olmaydi. Shuning uchun pensiya bo'yicha tekshiruv qilayotganda faqat stajni emas, to'lov yo'lini ham tekshirib qo'yish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifadagi pensioner ekaningizni aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Yoki pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganmisiz? Chunki kerakli hujjat aynan shu toifaga qarab farq qiladi. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank karta ma'lumotlari. Hujjatlar tartibsiz bo'lsa, odamning o'zi ham nimasi bor, nimasi yo'qligini bilmay qoladi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Siz shunday mazmunda murojaat qilishingiz mumkin. Mening pensiya ishim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib berishingizni, stajim, ish haqim, to'lov miqdorim va qayta hisoblashga asos bo'ladigan hujjatlar to'liq kiritilmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar aniq hujjatingiz bo'lsa, masalan, arxiv ma'lumotnomasi, unda arizada shuni ham yozing. Taqdim etilayotgan ma'lumotnoma asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. 4-qadam, hujjat topshirganingizni tasdiqlatib oling. Juda muhim, ariza berdingizmi? Qabul qilingan sanasi. Ro'yxatga olish raqami kim qabul qilgani bo'yicha tasdiq bo'lsin.
Og'zaki gapga ishonib ketmang, keyin muammo chiqsa, men topshirgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Arizangizning nusxasiga qabul qilingan sana qo'ydiring yoki elektron murojaat qilsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamni saqlab qo'ying. 5-qadam. Agar o'qiyotgan farzand bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsangiz, o'qish joyidan ma'lumotnomani kechiktirmang. Ma'lumotnomada talabaning familiyasi, ismi, otasining ismi, ta'lim muassasasi nomi, kunduzgi ta'lim shaxli kursi, o'qishga qabul qilingan sanasi ko'rsatilgani ma'qul. Sirtqi yoki kechki ta'lim bo'yicha tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan kunduzgi ta'lim masalasini alohida tekshirtiring. Har o'quv yili boshida buni unutmaslik kerak. 6-qadam. Ishlayotgan yoki yaqinda ishdan bo'shagan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan hujjatlarni tekshiring. Mehnat shartnomasi tugatilganmi? Buyruq chiqarilganmi? Elektron mehnat tizimida ma'lumot aks etganmi? Ish haqi va ajratmalar bo'yicha ma'lumot to'g'rimi? Agar siz 2 yil, 3 yil yoki undan ko'proq ishlagan bo'lsangiz, bu davr pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini albatta so'rang. O'zi biladi deb kutish kerak emas. 7-qadam. Eski ish stajingiz bo'yicha shubha bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zida tuman arxivi, viloyat arxivi yoki idoraviy arxiv bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchangizdagi korxona nomi, ishga kirgan va chiqqan sanalar, lavozim, buyruq raqamlari bo'lsa, arxiv topishi osonroq bo'ladi. Uni shunchaki uyda saqlamang. Pensiya bo'limiga topshiring va qayta hisoblashni so'rang. 8-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Ariza topshirilgandan keyin belgilangan muddatda javob berilishi kerak. Agar javob kechiksa, qayta murojaat qiling. Ro'yxat raqamini ayting. Murojaatingiz holatini so'rang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Sababini bilmasdan turib, keyingi qadamni tanlay olmaysiz. Hujjat yetishmayaptimi? Staj tan olinmayaptimi? Ma'lumotnoma noto'g'rimi? Yoki qonun bo'yicha asos yo'qmi? Bularning har biri alohida masala. 9-qadam. Hisob kitobni tushunishga harakat qiling. Pensiya miqdori qanday hisoblanganini so'rashdan tortinmang. Qaysi staj olingan, qaysi davr ish haqi hisobga olingan, qanday qo'shimchalar bor, qaysi hujjat asos bo'lgan, qaysi hujjat yetishmayapti. Siz mutaxassis bo'lmasligingiz mumkin, lekin o'zingizning pulingiz bo'yicha asosiy ma'lumotni bilishga haqlisiz. Men tajribamda shuni ko'rganman. Odam savol berishni boshlasa, ko'p noaniqliklar tezroq aniqlanadi. 10-qadam. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Bugun topshirgan ma'lumotnomangiz ertaga yana kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa arxiv hujjatlarini qayta olish oson emas. Har bir hujjatdan nusxa qiling, alohida papkada saqlang. Farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. Katta yoshdagi odam uchun bu oddiy tashkiliy ish, lekin kelajakda katta muammoning oldini oladi. 1-vaziyat. Pensioner ona farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzand 12 yoshga to'ladi va universitetga kiradi. Ona o'qishga kirdi, davlat biladi deb o'ylaydi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmagani uchun to'lov kamayadi. Keyin u yugurib hujjat olib keladi. Agar vaqtida avgustda yoki o'quv yili boshida topshirganda uzilish bo'lmasdi. 2-vaziyat. Erkak pensioner pensiyaga chiqqandan keyin 4 yil rasmiy ishlaydi. Ishdan bo'shagach, uyda o'tirib pensiya olishini kutadi. 3 oy o'tadi. Hech narsa o'zgarmaydi. Pensiya bo'limiga borsa, qayta hisoblash uchun murojaat qilmagan ma'lum bo'ladi. Bu yerda xulosa oddiy. Ish faoliyati tugagandan keyin hujjatlarni tekshirtirish kerak. 3-vaziyat. Ayol pensionerning mehnat daftarchasida 1998 yildan 1994 yilgacha ishlagan joyi bor, lekin muhira. Pensiya tayinlanganda bu davr to'liq olinmagan. U arxivga murojaat qilib, o'sha davr bo'yicha tasdiq oladi. Qayta hisoblashdan keyin pensiyasi oshadi. Agar u baribir foydasi yo'q deb yuraversa, har oy kamroq pul olishda davom etardi. 4-vaziyat. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan fuqaroning ekspertiza muddati tugaydi. U ko'rikdan o'tishni kechiktiradi. Natijada to'lovda uzilish paydo bo'ladi. Keyin hujjat tiklanadi, lekin odam bir necha hafta yoki oy asabiylashib yuradi. Bunday holatda asosiy maslahat: muddati tugaydigan hujjatlarni oldindan nazorat qiling. Ko'pchilik so'raydi: agar avgustda topshirmasam, keyin umuman ololmaymanmi? Javob vaziyatga bog'liq. Ba'zi hollarda keyin ham murojaat qilish mumkin. Lekin pulni qaysi sanadan qayta hisoblash masalasi muhim.
Shuning uchun avgustda topshirish kerak bo'lgan hujjatni kechiktirmaslik eng to'g'ri yo'l. Yana so'rashadi, hujjatni farzandim topshirsa bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Lekin vakillik tartibini tekshiring. Ba'zi holatda ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, oldindan pensiya jamg'armasi bo'limiga qo'ng'iroq qilib, qanday tartibda topshirishni aniqlash foydali. Yana bir savol. Elektron tarzda yuborsam bo'ladimi? Ayrim murojaatlarni elektron tarzda yuborish mumkin, lekin hamma hujjat ham elektron ko'rinishda yetarli bo'lavermaydi. Asl nusxa talab qilinadigan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun elektron murojaat qilgan bo'lsangiz ham hujjat qabul qilingani va ko'rib chiqilayotgani haqida tasdiqni saqlang. Yana so'rashadi. Pensiyam kam chiqayotganini qanday bilaman? Buni aniq bilish uchun pensiya ishingizdagi staj va ish haqi ma'lumotlarini solishtirish kerak. O'zingiz ishlagan yillar ro'yxatini yozib chiqing. Qaysi korxonada qachon ishlagansiz? Qaysi davrlar hisobga olingan? Qaysi davrlar tushib qolgan? Shuni aniqlang. Agar siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin hisobda 27 yil turgan bo'lsa, albatta savol berish kerak. Bugungi asosiy gapim shuki, pensiya indeksatsiyasi yoki qayta hisob kitobi har doim ham siz kutgandek avtomatik bo'lavermaydi. Agar avgust oyida kerakli hujjatni topshirmasangiz, ayniqsa o'qish ma'lumotnomasi, ish staji yoki ish haqi bo'yicha tasdiq, nogironlik xulosasi, ishlashni tugatganlik bo'yicha ma'lumot yoki qayta hisoblash arizasi vaqtida berilmasa, pensiyangiz oshishi, kechikishi yoki sizga tegishli qo'shimcha hisoblanmay qolishi mumkin. Men sizga mutaxassis sifatida eng oddiy, lekin eng foydali maslahatni beraman. Avgust oyini o'tkazib yubormang. Hujjatlaringizni yig'ing, pensiya bo'limiga boring, ma'lumotlaringizni tekshirtiring, ariza bering. Qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Ayniqsa ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, farzandingiz o'qiyotgan bo'lsa, nogironlik hujjatingiz muddati tugayotgan bo'lsa yoki eski stajingiz to'liq hisobga qolinmagan deb o'ylasangiz, bu masalani keyinga qoldirmang. Sizning pensiyangiz bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasi. Uni himoya qilish uchun hujjatlaringiz tartibli bo'lishi, ma'lumotlaringiz vaqtida yangilanishi va murojaatingiz rasmiy qayd etilishi kerak. Izohlarda yozing, sizda pensiya qayta hisoblanmagan. Hujjat yetishmagani uchun to'lov kechikkan yoki indeksatsiya bo'yicha muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensiyon oilasiga kerak bo'lishi mumkin.